o'lim haqida bilasizmi? Harakat qilaman doimiy eslab turishni, eslab tur. Yoki qayergadir mana bugun ishdan chiqib ketamanmi, mashinada o'tiramanmi, aytaman yaratganiga, men bilmayman bugun qaytib kelamanmi yoki yo'qmi, bu senga ayon. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zing yaratganiga ham xayrlisini ber. Ya'ni meni o'limdan asra demayman. Men bu duo yo'q menda. Men o'limdan asra. Chunki o'lim haq. Nima qilaman men uni o'limdan meni asra deyishni so'rash. Men yaratgandan xayrlisini so'rayman. Men uchun shunisi yetarli. Eng muhimi chiroyli holatda qabul qilish kerak deb o'ylayman va yaratganni oldiga ertaga borganda uyalib qolish kerak emas deyman. Chunki baribir biz yaratganga borib oldida turganda nima qilding bu dunyoda, nima ko'rding, nima berding bu dunyoga deganda qanday javob beraman? Ana shu narsani doim o'ylayman. Chunki biz aslida har kuni nimadir berayotganimizda biz o'ylaymizki, biz odamlarga dunyoga nimadir yaxshilik ulashib beryapmiz deb. Aslida yo'q. Biz egoyimiz uchun ishlaymiz.